boy ham, kambag'al ham bo'lganman va nima bo'lmasin men boylikni tanlardim. Chunki boyligimda men muammolarni limuzinning orqa o'rindig'ida o'tirgancha $2000 kostyumimda va 14 minglik soat bilan qarshi olaman. Barakalla, uringlar uni. Yo'qolib ketma, qo'ying men aka. Agar kimdir meni kalamdimoq yoki o'ta ketgan shuhratparast deb o'ylasa, borib la'nati McDonald'sga ishga kirsin, chunki seni joying o'sha yerda. Ammo g'oliblarga to'la bu xonani tark etishdan oldin har biringiz yoningizdagi odamga yaxshilab qarashingizni so'rayman. Chunki yaqin kelajakda svetoforning qizil chirog'ida chirib ketgan Fordda to'xtaganingda, aynan shu odam yoningda to'xtaydi. Yangi Porsche'sida. Yonida qaddi-qomati, ko'kraklari tirsillagan xotini bo'ladi. Seni yoningda-chi?